Xitoy doiralarining taxminan 500 ming Uyg'ur balani majburiy oilasidan ayirib, tikanlik simlar bilan qo'rshalgan yotoqlik maktablarga o'rnashtirganligi va ularni butunlay Xitoycha muhitda tarbiyalayotganligi o'tirg'i chiqdi. New York vaqt gazeti e'lon qilgan bir maqolada Xitoy hukumatiga qarashli bir to'rdan erishgan ma'lumotlarga asosan Xitoy doiralarining partiya va davlatga sodiq qilib tarbiyalash maqsadida 500 mingdek balani yotoqlik maktablarga o'rnashtirganligini va ularga ming yuvish ilib berayotganligi bayon qilingan. Maqolda hukumat to'rdan erishgan plan hujjatiga asosan bu atalmish yotoqlik maktablarning sonini oshirish uchun doiralarning zo'r kuch sarf qilayotganligi ta'kidlangan. Germaniya ovozi to'rining xabar qilishicha, Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi bostirish siyosati sababli Xitoy savdogar va tijoratchilar o'z yurtlariga qaytishga boshlagan. Uchurlarga asoslanganda, Korli shahrining nopusining qisqa vaqtda yerimi azlab ketgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoy ushaq tijoratchilar ekan. Egilinishcha, Uyg'urlar kollektiv holda jazo lagerlariga qamalgan bo'lg'achqa, Xitoylarning ishlari kasatlashgan, ishlaydigan odam topolmagan shirkatlar qiyin ahvolga tushib qolgan. Uningdan boshqa Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan inson qilipidan chiqqan zulmlarimi Xitoy fuqarolarida vahima paydo qilib, ularning qechishiga sabab bo'lgan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish, qiyin qistoq va zulmlarga qarshi sadolar kuchaymoqda. Saodat partiyasi yoshlar tashkiloti boshchiligida Anatoliya yoshlar jamiyati qatorliq bir necha tashkilot Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish va zulmlarga qarshi namoyish qilish uchun Ayyub Sulton maydonida jam bo'ldi. Uningdan boshqa Eron poytaxti Tehronda turklar Sharqi Turkistondagi zulmga qarshi Xitoy terrorist degan xat yozilgan bayroq ochdi. Şunun bilan birga İsmail G'asparali Qrim Ma'rif jamiyati ishg'olchi Rossiyaning Qrim turklariga qaratgan bostirishlari va ishg'olchi Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan bostirishlariga qarshi mazlumlarning ovoz bo'l temasida yurish faoliyati o'tkazdi. Faoliyat jamiyat binosidan boshlanib, Pindiqdagi Otaturk haykali oldida oxirlashdi. Hong Kongda uzun vaqtdan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda tunigun 15 kishi qo'lga olindi. Shaharning Shinshui rayonidagi bir savdo sarayida puxroj kiyingan saqchilar Xitoydan kelganlarga qarshi namoyish qilayotgan xalqqa yosh oqquzish bombasi va kaltaklar bilan hujum qildi. Ular yetishmagandan keyin naq maydonga forma kiygan saqchilarmi keldi. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, qo'lga ilinganlar orasida 14 yoshlik bir bolami bor. Shvetsiyaning tor muzika mulozimati Spotify Amerikada kelar yili o'tkazilgan prezident saylimi sababli siyosiy e'lonlarga o'rin bermaslik qarori chiqardi. Mazkur shirkat juma kuni e'lon qilgan bayonotida shirkatning siyosiy mazmunlarini o'z ichiga olgan e'lonlarni kontrol qilish va baholash iqtidoriga ega emasligi bildirildi. Shirkat bu sababdan xato uchurlarning tarqalishining oldini olish uchun 2020 yildan e'tiboran siyosiy e'lonlarga yer bermaydiganligini e'lon qildi.